Bu inson meni otam. Meni doim qo'llab-quvvatlaydigan, ishonadigan va nima bo'lgan taqdirda ham taslim bo'lmaslikka o'rgatadigan inson. Ota. U hech qachon men charchadim deb aytmaydi. Ammo har kecha sen uxlaganingda og'rigan tizzalarini asta silaydi. Ba'zi odamlar qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishadi. Men esa qahramonim bilan bir uyda yashayman. Dada. Nima deysan, bola? Men hali siz uchun juda ko'p ishlar qilaman. Ko'p pul topaman. Oyog'ingizda bo'ladaman. Sizga mashina sovg'a qilaman. O'qishni bitirib, zo'r joyga ishga kiraman. O'shanda ishlamasdan bemalol damab o'tirsiz bo'ladi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat tez qarab qolmang. Xo'pmi? Mayli bolam. Mayli. Harakat qilaman. Uxla. Ota. Ba'zida senga e'tibor bermayotgandek tuyuladigan, lekin yiqilsang birinchi bo'lib yetib keladigan va suyaydigan inson. Thank you. Kim bilan gaplashyapsan, bola? Ha yo'q, hech kim bilan gaplashmayapman. Ibrat farzandlaridan ingliz tilini o'rganyapman. Superstar degan dastur ishga tushgan ekan. Mana qarang, oson til o'rgansangiz bo'lar ekan. I am sorry. Tavba. Thank you, ishga ketdim. Bo'pti, yaxshi qol. Mayli, yaxshi borib keling. Ruxsat bersangiz, diplomni olishdan oldin ikki og'iz gapirmoqchi edim. Bugun oliygohni tugatyapman. Hozir diplomimni olaman. Egnimda mantiya va eski fartuk. Bu fartuk dadamniki. Dadam o'zlari nogiron bo'lsalar-da, yillar davomida halol mehnat qilib meni boqdilar va o'qitdilar. Bilasizmi, maktab paytida otamni kasblari haqida insho yozishga to'g'ri kelganda, o'shanda ularni qiladigan ishlaridan uyalib hech narsa yoza olmaganman. Lekin bugun qo'rqmasdan aytishim mumkin. Men etikdo'zning o'g'liman va otam bilan faxrlanaman. Agar bu dunyodagi eng zo'r ota kimniki deb savol berishsa, shunday javob bergan bo'lardim. Meni otam. Rahmat. Rahmat.